pensiyasini bank kartasiga oladigan yurtdoshlar uchun juda muhim xabar bor. Men bugun sizga oddiy ko'ringan, lekin amalda ko'p odamning puliga, nafaqasiga, dorisiga va kundalik xarajatiga bevosita ta'sir qiladigan masalani tushuntirib beraman. Gap shundaki, karta orqali pensiya oladiganlar orasida ayrim holatlarda pul yechish, karta bloklanishi, qarzdorlik sabab ushlab qolish, bankomat limiti, muddat o'tgan karta va noto'g'ri arza tufayli jiddiy muammolar ko'paymoqda. Bu ma'lumotni hozir eshitmasangiz, ertaga pensiya tushgan kuni pulingizni ololmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni albatta ota-onangizga, bobo-buvingizga, mahalladagi yosh katta insonlarga yetkazing. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiyasini naqd pulda olardi yoki mahalla pochta mas'ul xodim orqali qo'lga berilardi. Odam pulni olardi, sanardi, uyiga olib kirardi. Albatta, bu tizimning ham noqulayliklari bor edi. Navbat kechikish, yo'lda yurish, xavfsizlik masalasi. Keyin pensiyalarni kartaga o'tkazish kengaydi. Bu aslida qulay, pul o'z vaqtida tushadi, do'konda karta bilan to'lash mumkin, bankomatdan kerakli summani yechib olish mumkin. Ayrim to'lovlarni uyda o'tirib amalga oshirish mumkin. Lekin hozir vaziyatda odamlar ko'p e'tibor bermayotgan bir nechta o'zgarish va xavfli nuqta bor. Birinchidan, karta bank tizimiga bog'langan bo'lgani uchun undagi pulga nisbatan bank qoidalari, ijro hujjatlari, qarzdorliklar, karta amal qilish muddati va xavfsizlik tekshiruvlari ta'sir qiladi. Ikkinchidan, pensiya kartaga tushgani bilan pensioner uni har doim istagan vaqtda, istagan joyda, istagan miqdorda naqd qilib ola olmasligi mumkin. Uchinchidan, firibgarlar aynan yoshi katta insonlarni nishonga olyapti. Kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi. Kod ayting, ilovani o'rnating deb aldash holatlari ko'paygan. Men bu yerda qo'rqitish uchun gapirmayapman. Men ekspert sifatida shuni aytmoqchimanki, pensiya kartaga tushishi qulaylik beradi. Lekin karta bilan ishlash qoidalarini bilmagan odam o'z pulini vaqtincha ola olmay qolishi, ortiqcha asab buzishi yoki eng yomoni firibgarlarga aldanishi mumkin. Eng avvalo kimlar xavotir olish kerakligini aniq ajratib olaylik. Agar siz pensiyangizni kartaga olsangiz, kartangiz amal qilish muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankomatdan pul yechishda ko'p qiynalayotgan bo'lsangiz, qarzdorliklaringiz bor bo'lsa, sud yoki majburiy ijro byurosidan xat kelgan bo'lsa, nomingizda kredit, aliment jarima yoki kommunal qarz mavjud bo'lsa, siz bu masalaga befarq qaray olmaysiz. Chunki ayrim holatlarda hisob varaqqa tushgan pulning bir qismi avtomatik ushlab qolinishi yoki karta bo'yicha operatsiyalar cheklanishi mumkin. Masalan, bir pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U odam do'kondan mahsulot olaman deb kartani ishlatmoqchi bo'ladi, lekin terminal rad etadi. Banka borsa, karta amal qilish muddati tugaganini aytishadi. Bu yerda pensiya yo'qolmaydi, pul hisobda turadi. Lekin odam yangi karta chiqarmaguncha yoki bank tartibini bajarmaguncha o'z pulidan foydalana olmaydi. O'ylab ko'ring, dori olish kerak, kommunal to'lov qilish kerak, uyda oziq-ovqat tugagan, lekin karta ishlamayapti. Muammo pul yo'qligida emas, hujjat va karta tartibiga e'tibor berilmaganida. Ikkinchi misol, bir onaxonning nomida eski kredit bo'lgan. U vaqtida yopilgan deb o'ylagan, lekin bank tizimida penya yoki qoldiq qarzdorlik qolgan. Pensiya kartaga tushgach, u puldan ma'lum miqdor ushlab qolinganini ko'radi. Onaxon darrov pensiyamni kamaytirib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida esa masala pensiya miqdorida emas, qarzdorlik bo'yicha avtomatik yoki ijro tartibidagi ushlab qolishda bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda baqirish, bank xodimi bilan tortishish natija bermaydi. Hujjat so'rash, qarzdorlik nimaga asoslanganini aniqlash, yozma ma'lumot olish kerak. Uchinchi misol, bir otaxon pensiyasi tushgan kuni bankomatga boradi. Bankomatda naqd pul tugagan bo'ladi yoki kunlik limit bor. U 2 million so'm yechmoqchi, lekin bankomat 1 million so'mgacha beradi. Otaxon pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida kartadagi pul joyida faqat bankomat limiti, naqd pul mavjudligi yoki bankning texnik cheklovi sababli bir martada hammasini olish imkoni bo'lmasligi mumkin. Bunday paytda boshqa bankomat, bank kassasi yoki savdo nuqtasida karta orqali to'lash imkonini ko'rib chiqish kerak. To'rtinchi misol juda muhim. Pensionerga telefon qiladi va o'zini bank xodimi deb tanishtiradi. Amaki, pensiya kartangiz bloklanadi. Hozir SMS kodni ayting, bo'lmasa pulingiz kuyadi deydi. Odam qo'rqadi, kodni aytadi, keyin kartadagi pul yechib olinadi. Men qat'iy aytaman, bank xodimi ham
pensiya jamg'armasi xodimi ham. Mahalla vakili ham sizdan telefon orqali SMS kod, karta pin kodi, karta orqasidagi maxfiy raqam yoki ilova parolni so'ramaydi. Kim shuni so'rasa, bilingki bu firibgarlik. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar kartangiz amalda bo'lsa, SMS xabarnoma yoki mobil ilova orqali pul tushganini ko'rib tursangiz, qarzdorlik bo'yicha hech qanday ijro hujjati bo'lmasa, bank bilan ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, PIN kod va SMS kodni hech kimga bermasangiz, sizning pensiyangiz odatdagidek tushaveradi. Lekin menda muammo yo'q deb umuman tekshirmaslik ham to'g'ri emas. Hech bo'lmasa oyda bir marta karta muddati. Balans va hisobdagi harakatlarni tekshirib turing. Endi eng ko'p tushunmovchilik tug'diradigan masalani tushuntiraman. Pensiya kartaga tushsa, bu pul darhol sizning tasarrufingizga o'tadi. Lekin karta bank hisobiga ulangan. Bank hisobi esa qonuniy hujjatlar asosida bloklanishi, monitoringga tushishi yoki ayrim operatsiyalar bo'yicha cheklanishi mumkin. Masalan, shubhali operatsiya aniqlansa, bank vaqtincha tekshiruv o'tkazishi mumkin. Bu hamma pensionerga tegishli degani emas. Lekin karta orqali pul aylanishi juda g'alati ko'rinsa, bank xavfsizlik chorasi ko'radi. Masalan, pensiya tushgan zahoti noma'lum shaxslarga ketma-ket katta pul o'tkazmalari qilinsa, bu firibgarlik ehtimoli sifatida ko'rilishi mumkin. Yana bir nozik masala, karta boshqa odamning qo'lida bo'lsa, ko'p oilalarda onaning yoki otaning pensiya kartasini farzandi ushlab yuradi. Men yordam beraman, dorisini olib beraman deydi. Niyat yaxshi bo'lishi mumkin, lekin huquqiy jihatdan karta egasi pensionerning o'zi. Agar keyin oilada kelishmovchilik chiqsa, kartamdan pulimni olib qo'yish degan nizolar boshlanadi. Shuning uchun men tavsiya qilaman, agar yoshi katta inson kartadan o'zi foydalana olmasa, ishonchli shaxs masalasi rasmiylashtirilsin, xarajatlar ochiq aytilsin, har oy qancha pensiya tushgani va qayerga sarflangani yozib borilsin. Bu oilaviy ishonchni ham, pensionerning huquqini ham himoya qiladi. Endi istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik bilmaydigan nuanslarga o'tamiz. Birinchi nuans, pensiya kartasi muddati tugasa, pensiya bekor bo'lmaydi. Odamlar ko'pincha karta muddati tugadi, endi pensiyam kuyadimi deb xavotir qiladi. Yo'q, pensiya kuyib ketmaydi, lekin siz yangi karta olmaguncha foydalanish qiyinlashadi. Shuning uchun kartangizning old tomonida yozilgan oy va yilga qarang. Agar muddat tugashiga 1 yoki 2 oy qolgan bo'lsa, bankka oldindan boring. Pensiya tushadigan kuni navbatda qiynalib yurmaslik uchun buni avvalroq hal qiling. Ikkinchi nuans, karta yo'qolsa darhol bloklash kerak. Ba'zi odamlar balki uyda qolgandir deb 2-3 kun kutadi. Shu vaqt ichida karta topgan odam kontaktsiz to'lov orqali kichik summalarni ishlatib yuborishi mumkin. Kartani yo'qotgan zahoti bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bank ilovasidan bloklang. Keyin pasport bilan bank bo'limiga boring. Bu yerda kechikish har doim xavf. Uchinchi nuans, telefon raqami eski bo'lsa, muammo chiqadi. Pensiya kartasiga ulangan SMS xabarnoma ko'pincha bitta telefon raqamiga bog'lanadi. Agar siz raqamni almashtirgan bo'lsangiz, lekin bankda yangilamagan bo'lsangiz, SMS eski raqamga borishi mumkin. Bu esa xavfsizlik uchun juda yomon. Masalan, eski raqamingiz boshqa odamga sotilgan bo'lsa, ayrim xabarlar unga borib qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun bankka boring va amaldagi telefon raqamingizni yangilang. 4-chi nuans. Pensiya kartasiga begona pul tushirib yurish ham savol tug'dirishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasidan butun oila foydalanadi. O'g'li ish haqini o'tkazadi. Nabirasi savdo pulini tashlaydi. Kimdir qarz qaytaradi. Natijada karta pensiya kartasi bo'lsa ham, unda turli manbalardan pul aylanishi ko'payadi. Keyin bank bu operatsiyalar nimaga tegishli deb so'rashi mumkin. Bu noqonuniy degani emas. Lekin tushuntirish va hujjat talab qilinishi mumkin. Pensioner kartasini iloji boricha pensiya va shaxsiy xarajatlar uchun ishlatgan ma'qul. 5-chi nuans, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish har doim ham bir xil bo'lmaydi. Qaysi turdagi qarz, qaysi hujjat, qaysi organ qaror chiqarganiga qarab tartib farq qiladi. Odamlar ko'pincha pensiyadan umuman ushlab qolish mumkin emas deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha bo'lishi mumkin. Ayrim qarorlar, jarimalar, aliment yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha qonuniy tartibda ushlab qolish qo'llanadi. Lekin har qanday ushlab qolishning asosi bo'lishi kerak. Siz nega pulim kamaydi deb so'rashga, hujjat nusxasini talab qilishga, xatolik bo'lsa e'tiroz bildirishga haqlisiz. 6-chi nuans, bankomat komissiyasiga e'tibor bering.
Ba'zi kartalarda o'z banki bankomatidan yechish bepul yoki arzonroq. Boshqa bank bankomatidan yechish esa komissiyali bo'lishi mumkin. Masalan, 1 million so'm yetsangiz. Agar foiz komissiya bo'lsa, 10 ming so'm ketadi. Bir qarashda kichik, lekin oyma-oy hisoblasangiz yiliga 20 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu pul doriga non nasiba yoki yo'l xarajatiga kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaysi bankomatdan yechayotganingizni biling. 7-nuans. Terminalda to'lov qilish ko'pincha naqd yechishdan qulayroq. Ko'p pensionerlar pensiya tushishi bilan hammasini naqd qilib oladi. Men buni tushunaman. Odam pulni qo'lda ko'rsa xotirjam bo'ladi. Lekin katta summani uyda saqlash ham xavfli. Agar do'kon, dorixona yoki kommunal to'lov karta orqali qabul qilsa, bir qismini kartada qoldirish ma'qul. Shunda bankomat izlab yurmaydi. Komissiyadan qochadi. Yo'lda pul yo'qotish xavfi kamayadi. 8-nuans. Yaqinlaringiz men bilaman deb ish tutmasin. Ba'zan farzandlar ota-onasining kartasini olib, kredit to'lovi, internet xaridi, pul o'tkazmasi qiladi. Keyin karta bloklansa yoki pul kamayib qolsa, pensioner banka borib hech narsani tushuntirib bera olmaydi. Chunki operatsiyalarni o'zi qilmagan. Men oilalarga shuni maslahat beraman. Pensiya kartasini umumiy oila kartasiga aylantirmang. Bu karta birinchi navbatda pensionerning shaxsiy ehtiyoji uchun. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Kartangizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqinlashayotgan bo'lsa, pasportingiz bilan kartani bergan bank bo'limiga boring. Pensiya karta muddatini yangilashim kerak. Pensiya tushadigan hisobim saqlanib qoladimi deb aniq so'rang. Yangi karta berilganda eski karta bilan bog'liq xizmatlar, SMS, xabarnoma va telefon raqami to'g'ri ulanganini tekshirtiring. Ikkinchi qadam, balans va pul harakatini tekshirishni o'rganing. Agar mobil ilovadan foydalana olsangiz, rasmiy bank ilovasini o'rnating. Lekin ilovani faqat bank xodimi ko'rsatmasi bilan yoki bankning rasmiy manbasidan yuklang. Telegramdan kelgan havola noma'lum sayt tez yordam beramiz degan reklama orqali ilova o'rnatmang. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, SMS xabarnomani yo'qtiring yoki bankomat orqali chek oling. Har oy pensiya tushgan summa va yechilgan summani daftariga yozib boring. 3-qadam, qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang. Agar pensiyangizdan pul ushlab qolinsa, bankdan qaysi hujjat asosida ushlab qolindi deb so'rang. Agar majburiy ijro byurosi bilan bog'liq bo'lsa, o'zingiz yashaydigan hududdagi ijro bo'limiga murojaat qiling. Pasport, karta ma'lumotlari, pensiya tushganligi bo'yicha chek yoki bankdan olingan ma'lumotnomani olib boring. Mening pensiya kartamdan falon summa ushlab qolindi. Asosini yozma tarzda tushuntirib bering deb ariza yozing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 4-qadam, agar xatolik bo'lsa, yozma ariza bering. Masalan, qarz sizniki emas, qarz allaqachon yopilgan, 2 marta ushlab qolingan yoki noto'g'ri summa yechilgan bo'lsa, dalil to'plang. To'lov cheklari, kredit yopilganligi haqida ma'lumotnoma, sud qarori, bank ko'chirmasi, pasport nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Arizada ism familiyangizni, pasport ma'lumotlaringizni, telefon raqamingizni, muammo sanasini, ushlangan summani va talabingizni aniq yozing. Masalan, noto'g'ri ushlangan summani qaytarishni va hisob varag'imdagi cheklovni olib tashlashni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam. Firibgarlardan himoyalaning. Men buni qayta-qayta aytaman. Chunki eng katta yo'qotishlar aynan shu yerdan keladi. Hech kimga SMS kod aytmang. Hech kimga PIN kod aytmang. Kartaning old orqa tomonini rasmiy olib yubormang. Pensiyangiz to'xtaydi. Karta yangilanadi. Kompensatsiya tushadi. Davlatdan yordam bor degan gaplarga ishonib havolaga kirmang. Agar kimdir bank nomidan qo'ng'iroq qilsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Farqi shunda, siz qo'ng'iroq qilsangiz raqamni tekshirasiz. Ular qo'ng'iroq qilsa kimligini bilmaysiz. 6-qadam. Yaqinlaringiz bilan ochiq kelishib oling. Agar siz ota-onangizning pensiya kartasiga yordam berayotgan bo'lsangiz, pulni o'zingizcha ishlatmang. Har bir yechilgan summani ayting, chekni ko'rsating. Dorixonadan olgan dori narxini tushuntiring. Agar pensionerning o'zi eslab qolishi qiyin bo'lsa, daftar tuting. Masalan, 5 yanvar kuni 500 ming so'm yechildi. 2,5 ming so'm dori, 1,5 ming so'm oziq-ovqat, 20 ming so'm kommunal. 50 ming so'm naqd qoldi. Bu nafaqat tartib, balki kelajakdagi oilaviy nizolarning oldini oladi.
7-chi qadam bankka borganda nimalarni olib borish kerak? Albatta pasport yoki ID karta, pensiya kartasi, telefon. Agar mavjud bo'lsa, pensiya guvohnomasi yoki nafaqa bo'yicha ma'lumot, muammo bo'yicha chek va SMS xabarlar. Agar siz boshqa odam nomidan borayotgan bo'lsangiz, ko'pincha ishonchnoma talab qilinadi. Men o'g'liman yoki men qiziman degan gap har doim yetarli bo'lavermaydi. Bank sirini himoya qiladi. Shuning uchun karta egasiz hamma ma'lumotni bermasligi mumkin. Buni bankning yomonligi deb tushunmang. Bu xavfsizlik talabi. 8-qadam pul tushmasa nima qilish kerak? Avval vahimaga tushmang. Ba'zan tushum sanasi dam olish kuni, texnik jarayon yoki banklararo o'tkazma sabab biroz farq qilishi mumkin. Birinchi navbatda balansni tekshiring. Keyin bankka murojaat qiling. Pensiya tushumi bo'yicha hisobimda harakat bormi deb so'rang. Agar bank tushum kelmagan desa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ bilan bog'laning. Pasport karta raqami emas. Hisob raqami yoki bank ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Karta raqamini hamma joyga tarqatmang. Rasmiy idorada kerakli ma'lumotni ehtiyotkorlik bilan bering. 9-qadam. Naqd pulni birdan to'liq yetishdan oldin reja qiling. Masalan, pensiyangiz 1.500.000 so'm bo'lsa, oy boshida hammasini yechib olib, uyda saqlash o'rniga xarajatlarni bo'lib chiqing. 500.000 so'm oziq-ovqatga, 300.000 so'm doriga, 200.000 so'm kommunalga, 200.000 so'm yo'la mayda xarajatga, qolgani kartada qoldirish mumkin. Albatta, har bir oilaning sharoiti boshqa, lekin rejasi yechilgan pul tez tugaydi. Karta esa hisob-kitobni ko'rishga yordam beradi. 10-qadam shubhali holat bo'lsa, kechiktirmang. Kartadan siz qilmagan to'lov chiqsa, darhol bankka murojaat qiling. Karta yo'qolsa, darhol bloklang. Begona odam PIN kodni bilib qolgan bo'lsa, PIN kodni almashtiring yoki kartani yangilang. Pensiya summasi kutilmaganda kamayib qolsa, hujjat talab qiling. Mayli, keyingi oy ko'ramiz deb yurmang. Moliyaviy muammoni qanchalik erta ko'rsangiz, uni hal qilish shunchalik oson bo'ladi. Men yana bir muhim jihatni aytib o'taman. Karta bilan bog'liq muammolar ko'pincha bitta sababdan chiqmaydi. Masalan, bir insonning kartasi muddati tugagan, telefon raqami eski, qarzdorlik bo'yicha ijro hujjati ham bor. Ustiga ustak firibgar qo'ng'iroq qilgan. Odam esa hammasini bitta gapga jamlab pensiyamni bermayapti deydi. Aslida har bir muammoni alohida tekshirish kerak. Karta ishlayaptimi, hisob bloklanmaganmi, pensiya tushganmi, qarzdorlik bormi, operatsiya kim tomonidan qilingan, bankomatda limit bormi? Shu tartib bilan yondashsangiz, masala ancha tez oydinlashadi. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, pensiyani kartaga olish qulay, lekin karta qoidalarini bilmaslik pensiya katta muammoga aylanishi mumkin. Kartaning muddati, telefon raqami, qarzdorlik, bankomat limiti, komissiya, firibgar qo'ng'iroqlari va yaqinlar tomonidan noto'g'ri foydalanish eng ko'p uchraydigan xavflardir. Men sizdan iltimos qilaman. Bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya kartasini tekshiring. Muddati tugamaganini ko'ring, bankdagi telefon raqamini yangilang. SMS kodni hech kimga bermaslikni oilangizga tushuntiring. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz kartaga tushganda qanday muammoga duch kelgansiz? Bank qanday javob bergan? Yechim topildimi? Sizning tajribangiz boshqa odamni xatodan saqlab qolishi mumkin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu xabarni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun bir odamga vaqtida aytilgan oddiy ogohlantirish ertaga uning pensiyasini, asabini va xavfsizligini saqlab qolishi mumkin.